degan janob kursini tushira olmayapti. Umuman olganda aytganingizni qila olmayman. Soqchilarni chaqiraymanmi? Negadir men deb chaqiradigan bo'lib qolishdi. Axir sizdan unchalik katta emasman. Sizni xonim deb chaqirishadimi? Yo'q, kechirasiz, chaqirishmaydi. Biron gap bo'ldimi? Ha, hozir hammasini tushuntirib beraman. Ochko'z aviakompaniyalar ko'proq pul ishlash uchun kursilarni ataylab zich qilib o'rnatishdi. Men Pragaga mana bu odam tizzamda o'tirgan holda uchishni istamayman. Ha, to'g'ri. Bu muallim o'zi-ku. O'zinglar bir qaranglar. Agar birinchi toifa bilan uchganingizda bemalol siqilmay o'tirardingiz. Qancha turadi? Kechirasiz? Birinchi toifa bilan uchish qancha turadi deyapman. Birinchi toifa yo'lovchilariga alohida xizmat qilamiz. Marhamat.